Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka avtosavdo kanalining obunachilari. Bugun 11-sentyabr 2025-yil. Kechki savdomiz 2021-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt mashinamiz bo'ldi. Avtomobilimiz 39 ming kilometr yurib turadi. Metan gazlari tayyor. Kraskasi ham absolut rodnoy. Avtomobilimiz Qozog'istondan Muhammadjon og'amizga 138,5 million so'm naqd pulga sotildi. Savdodan rozimisiz? Roziman. İşler var. Bag'at aka avtosavdosuna omad dilema işlemleri var. Tapkan pullarınızı Allah bereketini versin. Ne aylandı ben milleri köyleme yaktığın arzan eken aldım. Şöyle. Rahmat ağa, tilaklar uchun, ishonch uchun. Sizdan bundan ham yaxshi mashinalarni berib o'tish bizlar ham nasib qilsin. Do'stlar, kuzatamiz satgan mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar ham 100% rodnoy. Metan gazlar ham tayyor. 39 ming kilometr yurib turadi mashinamiz. Bugun halol yurgani. Avtomobilimiz Qozog'istonga ketdi, yurtdoshlar. 138,5 million so'm naqd pul bo'ldi. Do'stlar, kelsangiz shunday zo'r senalardan mashinalarimiz ko'p, bemalol kelib arzon kelish savdo qilib ketaverasizlar. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. Kelsak naqd pul sanab ustunda savdo qilamiz, kelish bo'lmasak tez fursatlar ichida salonimizda qo'yib sotib beramiz yurtdoshlar. Hammalaringizni kutib qolamiz. Like bosib videomuza tarqatib qo'yishni yoddan chiqarmaysizlar.